Ikkita bola bilan qizli uyimga ketayotganimda qizim albatta taksida qusib beradi va adam yoki ukam latta bilan bizani kutib olishadi. Nega bunday bo'lishini haligacha tushunmayman. Yetib kelgach kiyimlarini darrov almashtirdik. Voyjonim bilan ukajonim bizga shunaqa chiroyli zavtrak tayyorlab berishdi. Yo'lda qizim qusmasin deb nonushta yedirmagandim, ammo foydasi bo'lmadi. Kayfiyatimizni ko'tarish uchun ukam ro'za tutib turgan bo'lsa ham biz uchun ajoyib va mazali shokoladli vafli tayyorlab berdi. Keyin esa bolalarimni buva va tog'asiga topshirib, o'zim esa oshxonani biroz yig'ishtirmoqchi bo'ldim. Uyda hamma ro'za tutayotgan edi, ularga ozgina bo'lsa ham yordamim tegsin dedim. Ota-onamning uyiga kelganimda har bir lahzani boshqacha his qilaman. Oldin bu narsalarni unchalik qadrlamas ekanman. Hozir o'ylasam, o'sha paytlar men juda beg'am yashagan ekanman. Menda vaqt ham imkoniyat ham bor edi. Lekin undan to'liq foydalanmaganman deb o'ylayman. Hozir esa Allohga shukr, ikkita farzandim bor. Qiyin bo'lsa ham hozir esa har kunimni imkon qadar mazmunli o'tkazishga harakat qilaman. Chunki har kunlik kichkina bo'lsa ham to'g'ri qadamlarimiz kelajakda katta natijalarga olib keladi. Ishlarimni tugatganimda bolalar allaqachon uxlab bo'lgan edi. Men esa ukamning qora nuqtalarini tozalashga yordam berdim. So'ng katta bo'lib ketgan jiyanlarim kelib darrov dars qilishga o'tirishdi. Shundan keyin biz ham asta-sekin yig'ilib uyimizga qaytishga harakatlandik. Sizchi qizli paytingizdagi vaqtni yetarlicha qadrlamaganingiz uchun hech afsuslanganmisiz? Izohlarda bo'lishib keting. Haytgancha like bosib obuna bo'lishni ham unutmang.